Bozorda ham shu narxga litsenziyasi bo'lmagan 150 uchun Uxudda olib yuribsizlar-yu. Men sizlarga hozir Ispaniya mahsuloti sinovdan o'tgan kuperozniy чувствительный yuzlar uchun Uxud naborini tanishtiraman. Bu muz penkamiz aynan чувствительный rozatsiyali yuzlarga juda ham yaxshi tinchlantirib beradi. Makiyajlarni yaxshi tozalab beradi. Keyingi etapimiz bu toner. Kunduzi bilan qizarib yurib, kelganinglardan keyin surtsanglar, tinchlantirib, yuzinglarni oppoqina qilib qo'yadi. Keyingi etapimiz bu sivorotka bo'ladi. Juda ham yaxshi tinchlantiradi. Baryerni mustahkamlaydi yuzni. Keyingi etapi bu обязательно SPF quyoshdan saqlovchi kremimiz qizlar. Bu ertalabki uxotinglar. Kechqurunga ham bemalol ishlatasizlar, faqat SPF olib tashlaysizlar. O'rniga baryeringlarni mustahkamlaydigan, juda yaxshi tinchlantirib, namlantirib beradigan maska bu. 15 minutga qo'yasizlar. Jelatina по желанию sprey ham bor. Buni sepsanglar, ajinlar kamayadi, yuzinglar chuqur namlanadi va свежий yuz bo'ladi. Buni makiyaj ustidan ham sepib ketsanglar bo'ladi. Doim yoninglarda olib yurishga qulay. И также Stickly Glow effektli SPF kamiz. Buni sursanglar highlighter surishinglar shart emas. Yoninglarda olib yurishga juda ham qulay. Har 3 soatda SPF yengillab turishni unutmaymiz. Shuning uchun yoninglarda bo'lsa, shundoq surib ketaverasizlar. Kimga narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldiring.